Damazlarda eng ko'p uchrab turadigan muammolardan biri shu patsosi bo'ladi. Patsosi oxiriga ko'targanda ushamaydi, ya'ni ko'rib turibsizlar, pastga tushib ketib qoladi. Shuni hozir uy sharoitida sizlarga remont qilishni o'rgatib qo'yaman. Endi buni ichkaridan chiqarib itarsizlar, ichkaridan chiqib, ichkaridan tortasizlar. Oldik mana. Endi buni ishtagandan chiqaramiz. Burchakda samorizlarni bo'shatib olamiz. Ichkarida shu narsa chiqib keladi. Xaga o'xshagan detal chiqadi, shuni yonboshidan ozgina bukib qo'yasizlar. Shu ko'rinishda bukib qo'yasizlar. Arab to'ri tomonni. Qo'yib, mana bukilgan tarafdan qo'yilib, mana metkasi bor, o'zini joyiga tushiradigan. Shunga tutib qo'yamiz. Mana buni solamiz, mana shu holatda. Ha, tushdi. Asosini qatir bo'ldik. Buni o'rnatishdan oldin обязательно patsosni shtekini ulashimiz kerak, bo'lmasa shuncha qilganimiz ishlamay qolishi mumkin. Mana shtekini saydim, endi mana oldik. Bu videoni Damas minadigan akalar jo'natib qo'yinglar, juda ham foydali narsa. Yana ham foydali narsalar chiqarishga harakat qilamiz. Profilga obuna bo'lib qo'ying.